Mana Botir otamiz ko'kot maza qilyapti. Hozir joyini o'zgartirdim. Mana shu daraxtlarga bog'lab qo'yaman. Men endi qoziqqa qo'ymayman. Chunki otlarim juda baquvvat, katta qoziqda turmayapti. Qoziq kalta 2 marta tortsa chiqib ketyapti. Shunga bog'da daraxtlar bor, daraxtlarga bog'layman. Minish choptirish bo'lmayapti. Chunki hozir ko'kot vaqti. Bunaqa paytda g'animatda ko'kot. Hozir may oxirigacha ko'kla bo'ladi, keyin yog'iga o'zi sarg'ayib ko'kot bo'lmaydi. Shuning uchun vaqtdan unumli foydalangan holatda otlarimiz to'g'ri tushungan holatda hozir faqat ko'kka to'ydiryapmiz. Minish qochib ketmaydi xudo xohlasa. Bular ko'kka to'y vitaminlarga to'yib olsa, bu buroq o'zim minigan otim. Buni belida egar bosib anaqasi bor edi. Mana shu joyda. Tegmayman, qo'rqma. Ko'ryapti mana shu nuqtada egar bosib mazul bo'lib qolgan joyi bor. Hozir yaxshi. Tegsa, mazul joyiga tegsa titraydi. Rembo bu. Maza qilyapti. Buni qora biyamizga qo'ydik 2 marta. Bugun ham xudo xohlasa kechib qo'yamiz. Inshaalloh. Shuni zotini olib qolsak. Otzo'r ko'z tegmasin. Bu o'zi shunaqa ekan mana. Ozg'in emas, lekin qo'rg'alari ko'rinib turadi. Zotida bor shunaqa. Mana ko'rishinglar hech qanaqa ozg'inlik joyi yo'q. Hamma joyi kelgan. Qo'rg'alari ko'rinib turadi, zardasi zo'r. Hech narsadan qochmaydi, tap tortmaydi. Galaga kirsa ham, xudo xolasa, uyaltirmaydi. Otlarning ko'p yaxshi tomoni bor. Shulardan bittasi mana bunaqa salafan chiqib qolsa, musor chiqib qolsa yemaydi. Yana tag'an bilmadim boshqa otlarni, mana otlarim yemaydi, ko'z tegmasin. Shunda ham yig'ib olib tashlayman, iloji boricha bog'da. Juda ham ko'p musorlarni yig'ib charchamayapmiz. Odamlar tashab ketib charchamaganda biz yig'ib charchamayapmiz. Salomat bo'lasizlar.